o'ylanmayman. O'ylanmasang doktor bo'l. Assalomu alaykum tog'a. Uylanmasa yerga tegmoqchimisan ha? Yerga tegmoqchimisan? Oyim uylantirmoqchi bo'lyapti. Ha, Avval ko'rish kerakmi? ko'rsataymi? Tog'a nima deyapsiz? Qizni ko'rsataymi deyapman senga. Ha. Opa, kimga uylantirmoqchi bo'lyapsiz buni? Sherhayot shifodagi shifokor qizga. Ey jiyan, shumi? O'sha tog'a. Dahshatku. Nima dahshat? Sherhayot shifo dahshat. Jiyan, nima bo'lsa ham doktor qizga uylanishing kerak. Nimaga? Chunki doktor seni davolab qo'yadi, ukol qilib qo'yadi kerak bo'lsa. Asosiysi doktorlarda har doim spirt bo'ladi. Men qara jiyan. Men ham mana shu Sherhayot shifoga kelib davo topganman. Har xil zararli narsalarni yeb ortiqcha vazn to'plagandim. Nafas olishim qiyinlashardi, yuragim qisardi, davlinam ko'tarib ketardi. Lekin mana shu Sherhayot shifoga kelib, hech qanday dori-darmonlarsiz, ukollarsiz, tabiiy yo'llar bilan, tabiiy malham bilan ertalab, kechqurun, kunduzi ichib davo topdim. Oradan 15 kun o'tib ortiqcha vaznlardan qutuldim. Shuning uchun mana shu Sherhayot shifoga juda ham mehrim tushib qolgan jiyan. Bo'ldi. Uylanaman. Uylansam ham shu qizga uylanaman. O'lib turgan ekan-ku bu. Tog'a, lekin bir muammo bor-da. Qanaqa muammo? Ukoldan, qondan qo'rqaman-da. Ey ahmoq, eng muhimi xotiningdan qo'rqmasang bo'ldi. To'g'ri. Tog'angga o'xshab. Tog'a, tog'a. Yangam kelyapti. Sherhayot shifo bemorlarning dardiga davo. Voy, etim og'riyapti. Voy, men etim og'riyapti. Voy belim. Voy jigarim. Voy yuragim. Voy, g'alat bo'lyapman. Nimadan keyin Coviddan keyin o'zimga kela olmayapman deb yurganlar. Hammalariga davo bor. Uning uchun siz ko'p dardlarga davo topmoqchi bo'lsangiz, buyuragingizmi, jigaringizmi yoki sizda allergiya bormi, yoki bo'lmasam mana bu Coviddan keyin siz biror narsalarga shamollashga qiynalyapsizmi? Hammasini davosi bor. Uning uchun siz Sherhayot shifo klinikasiga murojaat qiling. Ichiga bo'ridek o'ylab borasiz, sherdek bo'lib chiqasiz. Haqiqatan sherlardek hayot kechirasiz. Maza qilib yashaysiz. Har tarafda xohlagan paytingizda qarab yashaysiz. Kuch qaytib qotib qolmaydi. Ana Sherhayot shifo klinikasi sizda chiroyli qilib davolay olish imkoniyatiga. Chunki unda ajoyib shifokorlar, zo'r insonlar bor. Yana qanaqa davolaydi deng? Tabiiy holatda davolaydi. Tabiiy dorivor giyohlar bilan davolaydi. Och qoldirish yo'li bilan ham davolaydi. Murojaat qiling. Sherlardek hayot kechirmoqchi bo'lsangiz, albatta boring. Manzil Samarqand viloyati Paxtachi tumani Mirza Olim mahallasi, Bunyodkor ko'chasi, 74-uy. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Men ham boraman shekilli, bo'ynim bosib qoldi. Ochlik bilan davolanish, ya'ni ovqat yedirmasdan tabiiy giyohlardan tayyorlangan damlama, sharbat, malham ichirilib, bir kunda bir marta klizma qilinib, bemorlarni davolayapmiz. Davolash jarayoni 15 sutkadan 25 sutkagacha davom etadi. Ichiriladigan tabiiy suyuqlarni qilayotgan vazifalari. Birinchi o'rinda odam organizmida ochlik hissi bo'lmaydi, to'q saqlaydi. Ikkinchi qiladigan ishi ichaklarni axlatlardan tozalaydi. Keyinchalik axlat toshlaridan va gijjalardan tozalaydi. Keyin o't va jigar yo'llariga o'tib, jigardagi, ya'ni o't qopidagi toshlar, shlaklar tozalanadi. Shlak nima? Shlaklar bu o't yo'llarining dimlanishidan hosil bo'ladigan o't devoriga yopishib, o't suyuqligining quyi qismi yopishib qoladi. O'sha narsa shlak hisoblanadi. Toshlar esa xolesterin, bilirubinli va kalsiyli toshlar yillar davomida dimlanishdan cho'kma hosil bo'lishidan, cho'kmalar quyuqlar asta-sekinlik bilan tuzga, tuzdan qumga, qumdan toshga aylanadi. Ular bir xil adnorodni, ya'ni bir xil jinsda bo'lmaydi. Uchalasi aralashib, joylashib katta toshqinlar hosil qiladi. Xo'sh, toshlar erish jarayoniga ta'sir qiladi, buyrakdagi toshlarni eritib tushiradi, qonni suyultiradi, qon tomiridagi xolesterinlarni eritib chiqaradi, organizmdagi barcha zaharli toksinlar, allergenlardan tozalaydi, immunitetni ko'taradi, organizmda barcha surunkali kasalliklarni yallig'lanish prosesini yaxshilab beradi. Xullas, organizmda yod bo'lgan kistalar, o'smalar, ya'ni miomalar, xavfsiz o'smalarni so'rilishini ta'minlaydi. Agar sizning sog'lig'ingizda mana shunday muammolar bo'lsa, Sherhayot shifo klinikasiga murojaat qiling.